Ko'lning yanında 3 xonalı uy, ishlari remontlanib turibdi, patologlar ham ishlangan, sharoit qilingan hamma narsasi. Shu ko'rib turganingizdek posudalari bor, xolodilniklari bor, hamma narsasi. Ichida ko'rib turgan hamma narsani tashlab ketiladigan. Kelib mana xonalar ham normal ishlangan, 3 xonali. 2 xonasi pollanib turibdi. Buni spalni. Bu yerda bir ulug' zal ham ishlab qo'yibdi. Masalan, bir ertang bog' tutib, ishga kirib, pechni yoqib olib, zalda o'tirib yurasizlar. Yozning kuni ventilyator da bor. Polni ko'lning nesini devaragana chegaraga 7 ko'l bor ekan. 7 ko'liga devaragana polni kamera aylanib, mana televizorlar ham turibdi. Menimcha, Wi-Fi ham chiqib qo'yib bilaman. Kameralar qo'yilgan. Ham yerda kamera nazorati bor, pech bor. Ishlar remontlangan. Bu yerdan mana orqaga chiqib ketadigan eshigi da bor. Yana doполнительный ulaytirib, bu narsa ishlab olaman desanglar, mana ishni aylanib qo'shib yana bir narsa qilib ishlasang ham bo'ladi. Endi sirtda ko'llarini ko'rsatib chiqamiz. Agorod kengligi 26 gektar, endi ko'rsatib olgancha ko'rsatib beramiz, ketdik. 26 gektar. Mumkin emas darajada ulug' 7 ko'l. 7 ko'lning mana ichidagi ko'lning ichidagi baliqlarni uni aytmay qo'ydik endi. Kelib bir o'zi shahardan uncha uzoq emas. Navoiyning ichida joylashgan. Shu kelasizlar, Navoiy Telmon 4 yo'ldan o'tganingizdan keyin Chapqo'ga qarab kelsanglar, shlagbondan kirib kelsanglar, bir yo'l bilan kirib kelasizlar. Adashatagan ham yer emas, to'lmay qolgan ham yer emas. Ondan chiqib turibdi, kelib dam olib, sharoit yaratib olsanglar, saqqasini bosadigan joyi. 7 ko'li, bu yerda временный mana nelari, uylari kirib yashab, shu yerda qarovchilik etaman deysizlarmi, boshqa etaman deysizlarmi, ichida ham posudalari, xolodilniklari ham narsasi qoladi ekan. Bu yerda chetaklari da bor. Yana chetaga ishlab olib qo'ygan profillar da bor ekan, bir tiklab devaragini o'raversa, tayin turibdi yana chetaklari. Mayovkaga yer etib ishlab olsanglar ham bo'ladi. Pul bor odamga bir bu yerda kelib bir keyvina pul topadigan yerda bo'ladi. Bak ko'llarni ko'rsanglar, bir bu yerda bir ko'li, ikkinchi ko'li, mana ulu ko'li, uchinchi ko'li bo'ladi bu yerda. Arkasında yana 4 ko'l bor. Pichellari o'sib turibdi, zagonning. Bu videoda 1000 marta maqtagandan bir marta kelib ko'rganingiz yaxshi. O'zi shahardan uzoq emas. Mashinada kelasiz, ko'rasiz. Yaqatan bo'lsa, egalari bilan gaplashib, ko'ngillar qo'l solib, o'zir bahasini ham qilmadi turib, 230 million deb turibdi. Bir gaplashib, kelishib, xudo xolasa bir baraka etaversanglar. Sizlar ham xursand, egalar ham xursand, bizlar ham xursand. Kelib ko'rajaqlarga pastga nomerlar yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Adres so'raganlarga telefonda tushuntiramiz. O'zingiz ham kelib ko'rib kelsanglar bo'ladi. Bu shlagbom ilk turadi, kelib ochib beraveramiz, hech muammosi yo'q.